desalar ham bo'ladi. Bittasini ahamiyat bersangiz tepasidan, bittasini pastki yon tarafidan tiqyapman. Shunday pasti ham ko'rinmaydi, tepa po'kagimiz ham yopiladi. Birinchi terib olib, keyin oxirida yana boshqatdan shu gulliklarni sug'urib, uchiga kley surib tiqib chiqsanglar osonroq bo'ladi sizlarga. Agar o'zgartiradigan joyi bo'lsa, o'zgartirib orasida. Bir xil rangda qilib tersangiz ham bo'ladi gullaringizni. Men endi aralashtirib terib berdim. Sizlar xohlasanglar lola, atirgul, piyondan bir xil rangda qilib tersangiz ham bo'ladi yoki oq, qizil, xohlagan gulingizda qilsangiz bo'ladi, chiroyli chiqadi. Mana shunaqa qilib mo'ljallab qatiga qo'ysangiz chiroyli bo'ladi. Ko'rib terasizlar. Hozir proza texnikasini, yasash texnikasini ko'rsatib beryapman. Lekin o'zinglar ijod qilish o'zinglarga bog'liq. Oxirida videosini tashlayman. Terilganini baribir kamerani oldida odam hayajonlanadi. Gulliklarni bittasi baland, bittasi past bo'lib qolishi kerak emas. Bir xil balandlikda terilishi kerak. Agar bitta gulingiz uzun bo'lsa, yana kesib, to'g'irlab, bir xil mana hammasini balandligini bir xil qilasiz. Savolinglar bo'lsa hech kimda so'ranglar. Tushunmagan joylaringizni tushuntirib beraman. Mana bularni to'g'irlab, baylarini chiqarib qo'yasizlar, ko'rsatib baylarini. Mana tayyor bo'ldi. Oxirida kley surib boshqatdan yopishtirib chiqasizlar agar mana shunaqa qildim.